Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bakri. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Ajdodlarimizning bosh kiyimga quyosh e'tiqodchiligi va taq e'tiqodchiligining aqidalari singdirilgan bo'lib, usti qismining quyoshga simvol qilinib yumaloq chiqarilishi, zaminga va quyosh yoritib turadigan to'rt tarafga simvol qilinishi Uyg'ur bosh kiyimlarining o'rtaq alohidaligi. Ondaqda dunyodagi eng kichik bosh kiyimi bo'lgan keriya kichik qora talpigi bu jihatlarda qandaq alohidaliklarga ega? O'zgacha jalbkor kichik talpakning paydo bo'lish tarixiga qandaq sirlar yoshiringan? Xotan viloyatidagi o'rta yosh yashangan ayollarning bundaq axromal artib, axromal ustiga kichik talpak qo'ndirib kiyish odatiga xili uzoq yillar bo'lgan bo'lib, kichik talpakning paydo bo'lishi haqida xalq orasiga nurg'un rivoyatlar tarqalgan. Undaqda kichik talpak zodi qandaq paydo bo'lgan? Kichik talpak keriya ayollarining an'anaviy bosh kiyimi bo'lib, u dunyo bo'yicha eng kichik bosh kiyim degan nom bilan dunyo jins rekordiga kirgizilgan. Bu xil bosh kiyimni kiyish Xotan viloyatining Keriya, Niya nahiyalari, Chiri nahiyasining Damko yezisi, Baying'ulun Mo'ng'ul avtonom oblastining Charchan nahiyasi, Chaqiliq nahiyasining bir qism rayonlarida keng umumlashgan. Hamda kichik talpak ki kelsak, bu kichik talpak o'zi nihoyatda kichik bo'lgani bilan buning ustiga kirs belgisi chiqarib tikiladi. Atrofi dugilak, yumaloq shaklda buning o'tirisiga kirs belgisi chiqarib tikiladi. Buning ishchiligimi shu bir terining o'zida ushbulung shaklda to'rt parcha kesib, o'zrayini anab, ishchinimi kirs belgisi shaklda chiqarib tikiladi. Am buning ustiga qaplayotgan kichikkina ipak raqshildi. Munchilik raq deganimiz kichiklam raq deganni yeplan qo'ysa bo'ladigan narsa. Lekin ashunoni atayan kesib to'rt parcha qilib, ya'ni yengni bilan tikib, ondan qaplaydi. Buningdan yosh kirs belgisi shakllanadi. Ya garchi ipak yo'lining janubiy liniyasi ustidagi bir muhim tugun hisoblansa-mu, keyingi davrlarda sharq tarafdagi rayonlarning o'zi sho'rlashib ketish, qumlashib ketish, qurg'oqchilik tufaylidan Kiroran'daymiz, Miran qatarlıq qadimiy shaharlar vayron bo'lib, Niyan qatarlıq rayonlarda aholi bütün sirtqi rayonlar ko'chib ketib, bu taraf bütün cho'llashib ketgandan keyin Ipak yo'lininki sharqiy bo'ligi uzilib qolgan. Faqat shu g'arbiy liniya bo'yicha, ya'ni Xotanga berib, Xotan orqali boshqa rayonlarga berib mangadigan ma yo'l uch qilib, Keriyaning o'zi bir xaltininki bir bujukiga o'xshash yurt bo'lib qolgan. Şu sebeplik sirtdagi rayonlarniki madaniyatini qabul qilish nihoyat sus bo'lgan. Yo'q deyarlik bo'lgan. Boshqa rayonlar bilan bo'lgan badikelda aloqani o'zimi nihoyat sus bo'lgan. Shu sabablik qadimgi madaniyat, qadimgi urf-odatlarning o'zi bir qadar mukammal ham aynan saqlanib qolgan. Hamda Niya, Chachan rayonlariga keyingi yaqinqi davrlarda o'sha keriyaliklarningki ko'chib berishi bilan qayta ochilgan rayonlar. Ularninki şu 3-cü, 4-cü evlatları bütün keriyalik hesaplandı. Çerçen niye halkınınki. Şuna bu rayonlarga keriyalikle köçep bağlandan keyin bu rayonlar yine kiş anani saqlanıp qalgan. Kichik talpakning diametri aram 10 cm bo'lib, qo'lda tikiladi. Egizligimi 5 cm dan oshmaydi. Sirti butunlay qora masht bilan to'qiladi. Tövengi girvigiga ashlangan yumshoq qo'y terisi qo'yiladi. Tikilishi to'limi sipta. Ajdodlarimiz
yani osmonni dugilak, yani quyoshning uzuni dugilak. Yani yumaloq shakl, chambar shakli bir tal chambar bo'lsa, bu quyoshning simvoli. Agar ikki tal chambar bo'lsa, bu nur chambariga simvol qilgan. Ham kiris belgisi bo'lsa, ziminga simvol qilgan. Bu ya'niki to'rt tarafi, sharq, g'arb, janub, shimol. Bu to'rt tarafi degan ziminga simvol qilgan. Ama şu dügülek yumulak çemberinin içi kiris belgesini kuşap siziş bu yer osmon degan ma'noni bildirdi. Ama şu quyosh itiqatçılığı davridagi bu muqaddas belgi hisoblangan. Bizning nurg'un qiyotash rasmlarida bu xil belgilar ko'p uchraydi. Keriye ayolları bu telpekni oq roman ustiga ilg'ish yig'ni bilan ilib qo'yadi. Ular buni kiyganda xuddi beshiga qop-qora bir tal gulni qisib olganda ko'rinib, Keriya ayollarining texmi o'zgacha latofatlik, salmoq, nazokatlik obrazini namoyon qiladi. Şu qısturğan vaqtida o'ng qo'limiz bilan ilg'oqni qistirib kiygandan sal o'ng tarafga kelib qolgan. Ham uning ustiga o'ng tarafga kiysak, sal mavi ko'rinishdimi chiroyli chiqadi ekan deb ayollar shu o'ng tarafga kishib odatlanib qolgan. Buning hech qanday ma'nosi yo'q. Kichik talpakning ust qismiga quyosh e'tiqodchiligining aqidasi singdirilib, chambar ichiga kiris belgisi chiqarib tikilgandan boshqa umumiy gavdasidimi kiris belgisi hosil qilinadi. Undaqda bu kichik talpak quyosh e'tiqodchiligi davrida borliqqa kelganmi? Bu bosh kiyimda Uyg'urlarning an'anaviy bosh kiyim madaniyati qanday ifodasini topgan? Ama bizdeki aqidimizda yani yerni çasa deb qaramaydi. Yerning uzuni dugilak deb qaraydi. Lekin buning to'rt tarafi var, yerning to'rt tarafi var deb to'rt tarafga simbol qilib kiris belgisi ijod qilingan. Ama şu belgelerning o'zini bizning Uyg'ur bosh kiyimlarida umumyuzlik saqlab kelgan. Mayli do'ppi olsun, cho'ng erlarning talpiki olsun, hammasida shu usti chuqum to'rt tala bo'lib, umumiy gavdasi yumaloq, buning ustiga kiris belgisi chiqarilib, shu osmon zaminning simvolini chiqargan. Endi keyingi davrlarda yani ba'zi 6 talaliq bosh kiyimlarning o'zi anda-sanda uchrab qoladi. Bunun o'zi keyingi davrlarda shu tikuvchi ustalarninki buning san'atlik tuspirish nuqtasidan bir shakllantirgan shakl. Buning hech qanday ma'nosi yo'q. Bu faqat asosiy gavda shu tala bo'lib, shu dugilakning ichiga, yumaloqning ichiga kiris belgisi chiqarishni asos qiladi. Shu kichik talpakdimi shu belgilar mujassamlangan. Keriya kichik talpagining to'piligi odatda ko'k, to'q yeşil, seriq va oq ranglardan tikiladi. Odatda kichik talpak har xil marosimlarda farqlantirilib kiyiladi. Odatda o'zininki farzandlari yoki bevosita urug' tuqqanlarininki to'y to'kin har xil marosimlar bo'lganda bu seriq rangli to'pilik kichik talpakni kiyib, bu o'zininki shu urug' tuqqanlarga baxt saodat tilash ma'nosida seriq rangli to'pilik talpak kiyadi. Ama normal turmuşda, odatki turmuşda ko'k yoki yeşil rangli to'pilik selingan kichik talpakni kiyadi. Endi o dafn marosimlarida yani birdek oq to'pilik kichik talpak kiyadi. Kichik talpakning to'piligi odatda 3 bo'lim shakllik bo'ladi. Keyingi davrlarda yani ba'zi 6 talaliq bosh kiyimlarning o'zi anda-sanda uchrab qoladi. Bunun o'zi keyingi davrlarda shu tikuvchi ustalarninki buning san'atlik tuspirish nuqtasidan bir shakllantirgan shakl. Buning hech qanday ma'nosi yo'q. Bu faqat shu nuqtadan aytganda bu xil kiyimlarning o'zi shu quyosh e'tiqodchiligi davri, shamanizm davrida borliq kelib, hozirgacha yetib kelgan. Kichik talpakning qaysi davrda qachon borliqqa kelganligi to'g'risida xilma-xil ko'z qarashlar bor bo'lib, kichik talpakning paydo bo'lishini quyosh e'tiqodchilik davriga yoki Budda dini davrida borliqqa kelganligi to'g'risida nurg'un talash tartishlar bor. Ba'zilarning o'zi cho'ng ko'p talpakning o'zi tadrijiy kichiklab hozir holatga kelgan deb qarovchilar bor. Yani başka qarashdikilar bor. Ama mening qarashimda
Hem de qadimgi davrda, masalan, pirixonlarning o'zi diniy murosimlarga riyosatchilik qilganda, u davrda hamma odam ayol hammasi uzun choch qo'yib oladi. Shu davrlarda erlarning, shu pirixonlarning o'zi chechening o'zini ustiga turmaklab, bunda tugib olgan, tugib olib, anda riyosatchilik qilgan. Bizning mana Niy xarobisi, boshqa bir qism qabristonliklardan topilgan bir qism erlarning jasadimi shu chochning o'zi beshi cho'qisiga turmaklangan holatda chiqqan. Buning o'zida chochning o'zini cho'qisiga turmaklashning o'zida ba'zi tadqiqotchilar bu Dojao dinidan kelgan odat deb qaraydi. Lekin bu topilgan jasadlarning o'zi Dojao dini maydonga kelishdan necha ming yil ilgirgi jasadlar. Bu nuqtadan qaraganda bu chochni cho'qisiga turmaklash bu quyosh e'tiqodchilik hech bo'lmagan shamanizm davrida bu barliq kelgan bir odat. Burunqi davrlardan kichik talpakning toshlig'i qo'zi ko'rpisining quloq atrofidagi mo'ylari past ham budra shakli ro'shan bo'lgan qismida tikiladi. Davrda budurchash moda bo'lgan. Budurchashni hammalar yoqtirayotgan holat shakllangan. Shunga bu budurchash shaklda bu kichik talpakning o'zini paydo bo'lib, shuni o'zi murosimlarga borganda chochning o'rnidan beshiga kiyvelib murosimlarga qatnashgan. Bizningki shu keyin bu xil odat yine Budda diniga yetib kelgan. Bugungi kunda kichik talpak toshlig'iga mo'yliq qor duqova ishlatishmi umumlashqa boshladi. Aytishlarga qaraganda kichik talpak burunqi davrlardan hozirgiga qaraganda nisbatan cho'ngroq bo'lib, 20-asrning 60-yillaridan boshlab hozirgi kichik holatiga kelgan ekan. Hamda Budda dini gerçi Hindistan'da paydo bo'lgan bilan paydo bo'lib, Xotanga taqalgani bilan bu Xotan rayonida bu gullanish Xotan rayonida bo'lgan. Xotan Kucha rayonlarida yuksak darajada gullangan. Hamda Hindistondagi qadimgi Budda dini tasvirlangan rasmlarga qarasak, ularningki ilohlarningki rasmlari ko'pinchisi chochsiz. Yoki budurchashlik hamma beshi butunlay budurchash shaklda ko'riladi. Bizning rayonimizdagi Budda tam rasmlarida ilohlarningki rasmida shu choch qismi cho'qisiga turmaklangan. Sal o'ng'i qiypashroq holatda cho'qisiga turmaklangan holatda chizilgan. Shu Budda diniga bu choch shakli singib kirgandan keyin, ya'ni puhrolarningki murosimlarga qatnashganda yana shu kichik talpak kiyish odati ya'ni izchil davomlashib kelgan. Keyin islomiyat davriga qadam qo'ygandan keyin bu faqat bu kiyim-kechak tusini elib, murosim kiyim tusini olg'achqa bu diniy shaklimiga uchirmagan. Shu sababli bu hozirgacha yetib kelgan. Keriya kichik talpigi cho'qim oq yog'liq ustiga kiyilishi kerak. Undaqda oq yog'liq ortib kichik talpak kiyish qanday ma'noni bildirdi? Bu kichik talpak, manpu yog'liq, preji juvanch ko'ynak buning o'zi bir yurishdi dedik. Endi to'y to'kinlarga qatnashganda oq yog'liqni chigib, ustiga kichik talpakni kiyib, prejini kiyib, ichiga kichik juvanch ko'ynak, tashig'i prejini kiyib, yog'liqning uchini tashig'iga, keyin tashiga quyib etib qatnashadi. O'lim yetimlarga qatnashganda yog'liqning oq yog'liqning uchini butunlay prejisining ichiga tiqib etadi. Ham qarliq bo'ldi deymiz. Qarliq bo'lgan hozirlarning ayollarning o'zi birdak taki shu qarisini uchtqicha hozirlik mazgilini o'tab bo'lguncha butunlay shu xil shaklda kiyinadi. Keriya ayollarining an'anaviy bosh kiyim bo'lgan bu kichik talpak ilgari dunyodagi eng kichik bosh kiyimi bo'lish sifatida dunyo Ginness rekordiga kirgizilgan edi. Mana yaqinqi yillardan buyon bu kichik talpak yana davlatning g'ayriy moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash turiga kirgizildi. Keriya ayollarining an'anaviy bosh kiyimi kichik talpak keriyaliklarning turmushidan kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim urf-odat omili. Shundaqla murosim kiyimi bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda kichik talpak tikadigan ustalar Keriya noyistilba bo'lib, Chira, Damgoyesi, Niya, Charchan, Chaqiliq nahiyalariga Keriyadan yo'tkaydi. Hozir Keriya nahiya joy yezang o'ttir joy kentidagi peshqadam usta Buraviy-xon kichik talpak tikishdan dang chiqargan bo'lib, u Uyg'ur ayollarining an'anaviy kiyim-kechaklarni tikishdagi mamlakat darajalik varisi bo'lib tasdiqlanib, Madaniyat ministrligining vakillik varis sharafiga erishdi.
haqımızga kelgandan tortib kishitgan. Ana hammadam kiygandan keyin men shuni qilay deb shunga ko'ngil berib, men shuni qilganman. Bu bosh kishimni hamdi kichik hamdi kallig'im yer ketsa tushib ketibdi. Ammo yigini bilan hamdi bundoq qilib, amma chuqumizga yarashib kishitmiz kiysak, andizga ya menga chiqib ketmaydi. Keriya təlpigi uzaq zamanlardan buyan avlodma-avlod davamlaşıb, özgəçə alohidaligi bilan Keriya ayollarının kiyim-kechak madaniyatidagi xosligini namoyon qilib kelmoqda. Muşlarımızı saqlab qilish bizniki insonshunoslik yoki folklorshunoslikning tadqiqotida muhim rol o'ynaydi, ham muhim material manbasi bo'lib hisoblanadi. Shunga bu sayohatchilikni taraqqiy qildirishga bu zo'r ahamiyatga ega. İkinci bir noktadan dehqonlarningki kirimini ko'paytirishdimi muayyan rol o'ynaydi. Biz o'zimizniki an'anaviy kiyimlarimizni keng ko'lam tashviq qilishimiz, tashabbus qilishimiz, ham shuni umumlashtirishimiz realni ahamiyati bor. Keriyaliklarning an'anaviy kiyim-kechaklaridagi o'zgacha alohidaliklarga nurg'un ma'nolar yoshirilgan bo'lib, kishilar bu haqda turli qarashlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, biroq hali ham bu haqda yechilmagan nurg'un sirlar bor. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.